Assalomu alaykum. Men Abdusalom Sherzodjon, Inomjon o'g'li. Hozirgi kunda Adimjon o'quv markazida matematika fanidan dars beraman. Maktab davrlarida men matematika faniga rosa qiziqardim. O'zim shu turtki bo'lib, hozirgi kunda matematika fanidan ustoz bo'lib ishlab kelyapman. 2019-yil Farg'ona davlat universitetiga o'qishga qabul qilingan bo'lsam, 2021-yilda Adimjon o'quv markaziga kelib, shu yerda ya'ni matematika ustozi, yordamchisi bo'lib ishlaganman. Men birinchi boshlaganimda bitta dona, bir dona o'quvchilar bilan boshlaganman. Bir dona o'quvchiga adashmasam 1,5 oy dars o'tgan. Bitta bo'lsa ham o'zimni iloji boricha o'rganib, ya'ni o'zimga o'rganish, hammaga o'rgatish bo'lgani uchun ishlab kelganman va bu samara bergan, ya'ni sabrimiz. 1,5 oydan keyin shu o'quvchimga yana 4 ta kelib qo'shilgan. Ikkinchi oyga borib turib 10 tadan oshib ketgan o'quvchilar. Shunaqa bo'lib turib, sabr qilib turib, ya'ni o'zim ustimda ishlab, ham ularga iloji boricha yaxshi o'rgatib ishlaganim sababli rivojlanish bo'lib, o'quvchilar soni ko'paygan. Va bilmagan narsalarimni albatta ustoz Sohibqiron aka, Adhamjon aka, Olimjon akalardan o'rganib, shuni tatbiq qilganman. Chunki ustoz bo'lish bu oson emas. Baribir ham hamma narsani, hamma ishda ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Birinchi navbatda kim ustoz bo'lmoqchi bo'lsa, albatta sabrli bo'lishliklarini tilayman men. Ustoz degani har doim davomiy o'zini ustida ishlab borish kerak bo'ladi. O'qish mobaynida ham ishlab, ham ingliz tilini o'rgangan. Ya'ni ustozim Adhamjon aka ingliz tilini boshlang'ich, ya'ni General English'ni o'rganib va imtihonga, ya'ni test uchun Olimjon aka katta ustozimiz meni tayyorlaganlar va 2023-yil O'zbekiston milliy ingliz tilidan milliy sertifikatini B2 darajasini qo'lga kiritganman. Sertifikat orqali men Farg'ona davlat universiteti magistratura, ya'ni amaliy matematika yo'nalishi bo'yicha magistraturaga qabul qilinganman. Grant asosida harakat qilish kerakligini tavsiya qilaman va hech qachon orqaga chekinmaslik kerak. Bir narsani ushladingizmi, boshladingizmi, iloji boricha oxirigacha olib borishga harakat qiling har doim.